Payg'ambar alayhisalom Makkani ozod qilganda, Makkani ozod qilib Makkaga yetib kelganda barcha Makka mushriklarini atrofiga yig'di va ularga nido qildi. Ey Makka mushriklari, ey xaloyiqlar, endi men sizlarni nima qiladi deb o'ylaysizlar? Endi Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga qandoq nima munosabatda bo'ladi deb o'ylaysizlar debdi. Makka mushriklari seni biz faqat yaxshilik qiladi deb o'ylaymiz dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, izhabu va antumut tulaqa dedi. Ketinglar, sizlar ozodsizlar. Men sizlarni afv qildim dedi. Vaholanki payg'ambar alayhisalomga Makka mushriklari qanchilag'an zulmlarni qildi. Juda ham ko'plab sistemlarni, zulmlarni qildi, lekin payg'ambar alayhisalom bo'lsa, barliq ana shu zulm qilgan mushriklarni afv qildi. Men sizlarni kechirdim deb. Chunki payg'ambar alayhisalom qisos olaman desa, qisos olishga qudrati yetar edi. Ammo qisos olishga qudrati yetadigan chog'da payg'ambar alayhisalom ana shu barcha insonlarni afv qildi. Izhabu va antumut tulaqa. Ketinglar, men sizlarni afv qildim. Men sizlarni afv qildim. Ya'ni islomga kirishga ham majbur qilmadi, ixtiyori qo'yib qo'ydi. Ammo u insonlar keyin nima bo'ldi? Payg'ambar alayhisalomning oliy janobligidan, fazilatligidan, mana shunda axloqining go'zalligidan o insonlar islomdan boshqa yo'lni topolmadi-da, oxiri islomga kirishga majbur bo'ldi va kechikib kirganligi uchun afsus nadomatlar chekdi va burunqi qilgan qilmishlariga ko'p tavbalar, istig'forlar etdi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Mana shu barcha ishlar bo'lgandan keyin Alloh taolo nima dedi bu yerda? Vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh taolo yaxshilik qilguvchi kishilarni yaxshi ko'radi dedi. Chunki insonning qilgan zarrachilik, yaxshiligi ham Allohning nazaridan chetda qolmaydi va bir insonning qilgan zarrachilik, yomonligi ham yaratgan zotning nazaridan chetda qolmaydi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Ya'ni bir inson zarra misqolchilik yaxshilik qiladigan bo'lsa, u qilgan yaxshiligining mukofotini oladi. Bir inson zarra misqolchilik yomonlik qiladigan bo'lsa ham qiyomat kuni ana shu qilgan yomonligining jazosini oladi dedi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, aziz yurtdoshlarim, aziz millatim, aziz xalqim, biz qo'limizdan kelganicha xalqimizga, millatimizga, dinimizga yaxshilik qilishimiz. Shuning bilan birgalikda Alloh taoloni rozi qilishga va payg'ambar alayhisolamning sunnatida doim sobit qadam yurishimizga har doim harakat qilishimiz lozim. Yana Alloh taolo mu'minlarning sifatini bayon qilib aytadi ekanki, "Vallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu va hum ya'lamun" dedi. Yana o insonlar qachonki bir gunoh ishni qilib qo'ysalar, mu'minlikni da'vo qiladigan insonlar qachon bir gunoh ishni qilib qo'ysalar, yoki bo'lmasa avzalamu anfusahum, yoki bir gunoh ishni qilish orqali o'z nafsiga zulm qiladigan bo'lsa, zakarulloh, darhol ana shu vaqtning o'zida Allohni yodga oladi, Allohni eslaydi. Men nima ish qilib qo'ydim? Men mu'min musulmon turib mana shu ishni qilib qo'ydim. Ey Allohim, meni afv qilgin, meni kechirgin, meni jazolamagin, meni afv qilgin, gunohimni mag'firat qilgin, bu ishni qayta qilmasligimga menga hidoyat bergin deb Allohni darhol eslaydi. Fastaghfiru li zunubihim, ana shu qilib qo'ygan gunohlari uchun Allohdan istig'for so'raydi, kechiktirmaydi, darhol so'raydi. Va men yaghfiru zunuba illalloh. Allohdan boshqa gunohlarni mag'firat qiladigan, gunohlarni kechiradigan kim ham bor? Allohdan boshqa hech qanday bir zot yo'qdir. Shuning uchun mu'min musulmon banda bir gunoh ishni qilib qo'ysa, u Allohga iltijo qiladi, Allohga yuzlanadi, Allohdan mag'firat tilaydi, Allohdan hidoyat tilaydi va ana shu gunohni qilmaslikka qo'lining kuchining yetishicha jiddiy jihad qiladi. Shuning bilan birgalikda mu'min musulmon birodarlar, valam yusirru ala ma fa'alu va hum ya'lamun. Ular bilib turib ana shu qilgan gunohlarini gunohlarda bardavom qilmaydi.
Yana bir gunohni qildimi, ana shu gunohni qayta qilmaydi. Ya, chunki Allohning mag'firati keng. Bu gunohni qilsam, yana istig'for qilsam gunohimni afv qiladi. Yana gunoh qilaman, undan keyin istig'for qilsam, tavba etsam, yana gunohim afv qilinadi degan niyatda bo'lmasligi kerak. Bilib turib qilgan gunohga jazo olinadi. Bilmasdan qilgan gunoh bo'lsa, Alloh taolo uni mag'firat qiladi. Shuning uchun biz bu narsalar haqida nihoyatda ham ehtiyot bo'lishimiz, xalqimizning g'imi uchun, xalqimizning hidoyati uchun kecha-kunduz duoda bo'lishimiz va shuning bilan birgalikda xalqimizga qo'ldan kelgancha faqat o'z manfaatimiz uchun emas, boshqalarning manfaati uchun, xalqimizning, dinimizning, millatimizning manfaati uchun qayg'urishimiz va ularning tashvishi uchun bu dunyoda yashashimiz lozim. Ulaika jazaohum mag'firatun min robbihim va jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha va ni'ma ajrul amilin. Ana shundaq mu'min musulmonlarningki mukofoti nimadan iborat? Yana qaysi mu'min musulmonlar? Yana Allohga va uning rasuliga itoat qilgan, va Allohni rozilik qilish uchun kecha kunduzlab solih amallarni qilgan, boylik holatida ham, kambag'allik holatida ham to'xtamasdan qo'ldan kelishcha sadaqa ihsonlarni qilgan, ochchig'i kelganda ochchig'ini yutgan, insonlarni afv qilgan, insonlarga to'xtamasdan yaxshilik qilgan insonlar. Va bir gunoh ish qilganda darhol men gunoh qilib qo'ydim, menga bu loyiq emas edi, men bu gunohni qilishim kerak emas edi deb darhol Allohga istig'for qiladigan mana bu yuqorida sifatlangan insonlarning mukofoti nimadan iborat desak, u holda ularning mukofoti mag'firatun min robbihim. Alloh taolo tomonidan beriladigan mag'firatdan iborat. Ya'ni ana shundaq insonlarning gunohlarini Alloh taolo mag'firat qiladi. Chunki Allohdan qo'rqib darhol yaxshiliklarga yuzlandi u inson. Shuning bilan birgalikda u insonlarga jannatun tajri min tahtiyal anhar, ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni Alloh taolo mukofot qilib beradi. Ostidan o'stanglar, daryolar oqib turadigan jannatlarni ana shunday yuqoridagi sifatga ega bo'lgan mu'min musulmonlarga Alloh taolo mukofot qilib beradi. Xolidina fiha, u jannatda u insonlar abadiy yashaydi. Abadiy yashaydi. Chunki jannatda hech qanday tashvish, g'am, andisha, hech qanday bunaqa narsalar yo'q. Uni inson xohlagan narsasi, istagan narsasi u jannatda muhayyo qilingandir. Va ni'ma ajrul amilin dedi oyatning oxirisida Alloh taolo. Mana shunda yuqoridagi ishlarni qilgan mu'min musulmonlarningki mukofoti nima degan ham yaxshi dedi. Mana shu yuqoridagi ishlarni qilgan mu'min musulmonlarning mukofoti nima degan ham yaxshi. Ya'ni nima degan yaxshi mukofotlarni berdi. Ya'ni ularning gunohini afv qildi yaratgan zot. Shuning bilan birgalikda ostilaridan daryolar oqib turadigan jannatlarga kirgizdi va u jannatda o'limning nimaligini bilmaydi. Abadul abad yashaydi. Biz mu'min musulmonlarni da'vo qilar ekanmiz, albatta Allohning buyurgan ishlarini qilishimiz va Allohning qaytargan ishlardan qo'limizdan kelgancha saqlanmog'imiz lozim. Shuning bilan birgalikda butun dunyoga rahmatan lil alamin qilib yuborgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini ham bajo keltirishimiz, qaytargan ishlardan ham qo'limizdan kelgancha o'zimizni tiyishimiz, saqlashimiz lozim. Shunda qilganda biz Alloh taolaning mag'firatiga, rahmatiga ega bo'lamiz. Allohning rahmati, mag'firati hammamizga bo'lsin. Alloh taolo hammamizni hidoyatidan adashtirmasin, hammamizga rahm shafqat qilsin. Qiyomatda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shafaatiga Alloh taolo hammamizni muyassar qilsin. Shuning bilan birgalikda dunyoda ham yaxshilikni qilib o'tadigan, oxiratda esa payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan jannatda yonma-yon turadigan sahobalarning, tabiinlarning, tabiinlarga o'xshagandek
Allohning solih bandalarining qatoridan hammamizni qilishini yaratgan zotdan tilab qolamiz. Alloh taolo xosatan Sharqiy Turkiston mu'min musulmon qarindoshlarimga rahm shafqat qilsin, ularning dardiga darmon bo'lsin. Ularni Alloh taolo hech qachon hidoyatidan, mag'firatidan benasib qilmasin. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.